Sizlar bilan tafakkur yo'lida yana birgamiz. Prokurorlar bugungi kunda nafaqat qonuniylikni ta'minlash yoki bo'lmasam jinoyatchilikni oldini olish, balki ma'naviyat posboniga ham aylandilar. Qotillik jinoyati sodir qilinadi, masalan, uydagi kelishmovchiliklar. Uydagi kelishmovchiliklarni biz tagiga, mohiyatiga yetmasdan turib, kodeksda mana og'irlashtiruvchi holat oxirgi jazoni tayinlasak, bu ham noto'g'ri bo'ldi. Odillik, insonparvarlik prinsipiga rioya qilmagan bo'ladi. Prokuror bu ishxonasida ham prokuror bo'lishi kerak. Prokuror ko'chada yurganda ham prokuror, prokuror uyida ham prokuror bo'lishi kerak. Haqiqatdan prokuror qat'iy bo'lishi kerak. Lekin bu qat'iyat adolat uchun bo'lishi kerak. Har birimiz o'z ishimizga sadoqat bilan, mas'uliyat va mehr bilan yondashsak, o'sha ishda albatta rivojlanish bo'ladi. Hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun shu 3 narsa muhim ahamiyatga ega. Bular diqqat, intizom va harakat. Assalomu alaykum aziz hamrohlarimiz. Sizlar bilan tafakkur yo'lida yana birgamiz. Bugungi hamrohimiz O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining kadrlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Oybek Sultonov bo'ladilar. Oybek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor vaqtingizni ajratganingiz uchun telekanalimiz nomidan sizga tashakkur aytamiz. Xush kelibsizlar. Rahmat. Oybek, bugungi kunda hukumatimiz tomonidan, davlatimiz rahbari tomonidan aynan mana shu yo'nalish, ya'ni ma'naviy, ma'rifiy yo'nalishni yanada kuchliroq qilish ishlari jadallik bilan amalga oshirilyapti. Bu borada barcha tizimda ko'zga ko'rinarli natijalarga erishilgan holatda ishlar amalga oshirilyapti-da. Aynan ma'naviy, ma'rifiy yo'nalishda bu tizimda qanday yangilanishlar bor? Umuman olganda avval ham bormidiki, davom ettirilyapti yoki bo'lmasam aynan mana shu qarorlar chiqqandan keyin amalga oshirila boshladimi? Aynan kitobxonlik deymizmi, ma'naviy ma'rifiy yo'nalish deymizmi? Rahmat savolingiz uchun. Xush kelibsizlar yana bir bor. Prokuratura tizimi o'zi umuman konstitutsiya bo'yicha barcha idora tashkilotlarini faoliyatini qonuniyligi ustidan nazoratni amalga oshirish funksiyasi mavjud. Ya'ni bu degani qonunlarni chiqarish barobarida har bitta tashkilotda qonunlarning to'g'ri rioya etilishini ustidan har bitta soha bo'yicha prokuror nazorati mavjud. Masalan, olib qaraydigan bo'lsak, jinoyatchilikmi, bu ichki ishlar, muoza qiluvchi organlarda tergov va sud ustidan nazorat. Yoki bo'lmasam ta'lim sohasi bo'yicha o'sha voyaga yetmaganlarni ta'lim olish jarayoni bo'ladi yoki bo'lmasa xalq ta'limi bo'ladi. U yerdagi qonunchilikni nazorat qilish. Boshqa sohalarda ham shunaqa. Buni ichida qisman ma'naviyat bor. Ya'ni buni tub ma'nosiga kiradigan bo'lsangiz, har bitta sohada qonuniylikni ta'minlashdan maqsad fuqarolarni erkin, emin hayot kechirishlari, ularga davlatdan rozi bo'lishlari, qilinayotgan islohotlardan samaradorlikni yanada erkin sezishlari. Buni tubida tom ma'noda ma'naviyat yotadi. Bu prokuraturaning bevosita emas, bilvosita ma'naviyatga aloqadorligini bildiradi. Lekin davlat rahbarimiz shunday tartib o'rnatdilarki, 2023-yildan boshlab prokurorlar jazolovchi organ degan sovet tuzumida shakllangan tuzilmadan butkul voz kechib, bugungi kunda ma'naviy, ya'ni ma'naviyatli prokuror shakllansin degan ma'noda qaror qabul qildilar. Bu qaror 170-sonli qaror bo'lib, prokurorning ma'naviy, ma'rifiy ishlar bo'yicha konsepsiyasini tasdiqladi. Bundan ko'zlangan maqsad xalqqa yaqinlashish, faoliyatimizni oshkoralikni ta'minlash, fuqarolarni to'g'ridan to'g'ri prokurorga murojaat qilishini yanada osonlashtirish va oxir oqibatda bu aytganimizdek qonun ustuvorligini ta'minlashda ko'rinadi. Oldin masalan prokurorlar jinoyat sodir bo'lgandan keyin uni bartaraf qilish bilan shug'ullangan bo'lsalar, bugungi kunda jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan, ya'ni jinoyat preventiv xususiyatga egaligi aniqlandi. Bu jinoyat sodir etilishidan oldin holatlarni bartaraf qilish yo'li bilan. Bu ham bir o'z ma'noda ma'naviy tomoni bor. Ikkinchi tomondan prokurorlar bugungi kunda nafaqat qonuniylikni ta'minlash yoki bo'lmasam jinoyatchilikni oldini olish, balki ma'naviyat posboniga ham aylandilar.
mana shu qaror bilan. Ya'ni joylarda ochiq eshiklar kunini tashkil qilish. Ya'ni ochiq eshiklar kunidan maqsad nima? Mana talabalarga, o'quvchilarga, umuman keng jamoatchilikka bevosita kirib prokuraturada nima bilan faoliyat bilan shug'ullanyapti. Prokuraturaning asosiy yo'nalishlari nimalardan iborat? Ular qanday kun kechiryapti? Bir kunda qanday vazifalarni amalga oshiryapti? Bu juda ham bir oqilona siyosat o'sha ma'naviyat konsepsiyamizda belgilangan. Yoki bo'lmasa prokurorlarni har juma kuni ma'rifat kuni deb e'lon qildi. Kun davomida qanaqadir kitob o'qish kerak yoki bo'lmasam o'sha ma'rifat soatida qatnashish kerak yoki bo'lmasam bir shu yo'nalishda qandaydir bir geosiyosiy, ma'rifiy video ko'rsatuvlarni ko'rish kerak. Bunga sharoit ham yaratilgan. Ya'ni umuman aytganda bugungi kundagi prokuratura bilan oldingi prokuraturani butkul farqi bor. Chunki ma'naviyat tushunchasi prokuratura uchun avvalambor prokuror uchun yurakdagi cheksiz tarozi desa bo'ladi. Ya'ni qonun qog'ozda yozilgan hukm yoki qaror bo'lishi mumkin. Ma'naviyat esa uni hayotdagi ruhi hisoblanadi. Agar prokuror ma'naviyatdan uzoqlashsa, qonun oddiy qurolga aylanadi. Ya'ni buni sovet tuzumida ko'rdik. Prokuratura orqali qanaqa qatag'onlar qilinganligini, qatag'on quroliga aylanishi mumkin. Aksincha ma'naviyat esa uni xalq xizmatchisiga, xalq xizmatiga yo'naltiradi. Bu bilan shuning uchun ham prokurorning shaxsiyatida ma'naviyat birinchi o'rinda turadi. Uning yuzida xalqqa sadoqat, nutqida haqiqat, amallarida esa adolat namoyon bo'lishi lozim. Adolatni ma'naviyatsiz ta'minlab bo'lmaydi. Shuning uchun ham prokurorning ma'naviy qiyofasi uning eng katta kuchi hisoblanadi. Bir ko'rishdan juda ham ma'naviyati yuksak shaxs ekan yoki ma'nan yutuq inson ekan degan iboralarni ishlatamiz. O'zi umuman ma'nan yutuqlikning ma'lum bir nuqtasi bormi? Umuman ma'naviy yutuqlik nimada ko'proq ko'zga tashlanadi? Savolingizga prokuror nuqtai nazaridan javob bersam maylimi? Prokuror kasbini boshqa kasblardan farqli jihatlar juda ko'p. Masalan, oddiy bir haydovchilik yoki bo'lmasam boshqa bir kasblarni oladigan bo'lsak, ish vaqti davomida shu kasbning egasi bo'lishi kerak. Ya'ni tibbiyot shifokori bo'lsa, faqat o'sha tibbiyot muassasasida, tibbiy muassasasida muolaja jarayonida doktor. Keyin chiqqandan keyin oilaparvar, O'zbekiston fuqarosi boshqa bo'ladi, lekin prokurorni unaqa qilishga haqqi yo'q. Prokuror bu ishxonasida ham prokuror bo'lishi kerak. Prokuror ko'chada yurganda ham prokuror, prokuror uyida ham prokuror bo'lishi kerak. Sababi prokuror bu jamiyatni, davlatni va qolaversa prezidentni ishongan odami va ko'zgusi hisoblanadi. Odamlarga ko'proq qonundan ko'ra prokurorni yuzi, muomalasi qiziqtiradi. Ya'ni qanchalik qonunlarimiz kuchli bo'laversin, lekin uni prokuror xalqchil, adolatparvar, to'g'ri yetkazishini bilmasa, uni siz aytganday taassuroti, fuqaroning taassuroti juda boshqacha taassurotlarda qoladi. Bu ishxonada ham, keyin ko'chada, ko'yda yurganda ham biza tartibga, odob axloqqa rioya qilishimiz kerak. Odob axloq kodeksimiz bor. Bunga rioya qilamiz ko'cha-ko'yda yurganda ham va hattoki uyga borganda ham, uyda ham adolatni ta'minlash kerak. Siz o'zingiz tasavvur qiling. Uyi notinch odamni ishxonasi tinch bo'lmaydi hech qachon, to'g'rimi? Xuddi shunday ertaga bitta savol tug'iladi. Mana prokurorning bolasi deydi. Shu tizimda ishlab, qonunchilikni ta'minlayotgan odamning farzandi nomaqbul ishlarda yuribdi desa, uni prokurorlikka hech qanday ishonch ham qolmaydi. O'zini oilasini to'g'rilab bilmagan inson ishxonasida jamiyatni natija ham bera olmaydi. Qonun ustuvorligini ham ta'minlamaydi. Xalqchil degan tushunchani umuman kiritmasa ham bo'laveradi. Shuning uchun prokuror yurish-turishida ham, ko'chada ham, oilasida ham bir xil prokurorligini amalga oshiradi. O'zi prokuror so'zining ma'nosi bu g'amxo'rlik qiluvchi degan ma'noni bildiradi. Nima uchun g'amxo'rlik qiluvchi? Buni davlat rahbarimiz ta'biri bilan aytganda xalqparvar prokuror. Ya'ni qonunlar qanchalik kuchli bo'lishi mumkin? O'zingiz tasavvur qiling. Masalan, jinoyat sodir qildi. Jinoyat sodir qilgandan keyin u ham odam.
agar qonun bo'yicha nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, unga eng og'ir jazoni hech qanday suhbat qilmasdan to'g'ridan to'g'ri jazoni qo'llash mumkin. Lekin insonparvarlik prinsipi bor. Insonparvarlik prinsipi shundan iboratki, odamni mana bizning milliy qadriyatlarimiz bilan, ma'naviyatimiz bilan, ma'naviy intellektual salohiyatimiz bilan hukmni to'g'ri chiqarish kerak. Ayrim paytlarda shunaqa bo'ladi, qotillik jinoyati sodir qilinadi, masalan, uydagi kelishmovchiliklar bilan. Uydagi kelishmovchiliklarni biz tagiga, mohiyatiga yetmasdan turib, kodeksda mana og'irlashtiruvchi holat oxirgi jazoni tayinlasak, u ham noto'g'ri bo'ladi. Odillik, insonparvarlik prinsipiga rioya qilmagan bo'ladi. Biz uni birinchi eshitishimiz kerak. Nima uchun sodir bo'ldi? Nima uchun bu yo'lga kirdi? Qanday sharoitlar yaratildi unga? Qayerda qonun buzildi? Mana shu jarayonlarni to'liq o'rganganidan keyin unga munosabat bildiriladi. O'shaning uchun ham prokurorga ma'naviyat, ma'naviy intellektual salohiyat, kitob o'qish, geosiyosiy vaziyatlarni bilish, davlat rahbarining islohotlarini chuqur anglab yetish juda muhim hisoblanadi. Va bugungi kundagi islohotlarga ham hamohang tarzda javob berishi uchun avvalambor qonunchilikni yaxshi bilish kerak. Ya'ni davlat rahbarining olib borayotgan siyosati, qonunchilik va ijro hokimiyati tomonidan amalga oshirilayotgan, sud hokimiyati tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarga hamohang tarzda prokuror javob berishi kerak. Bugungi siyosatni qo'llab-quvvatlash kerak. Ana shundagina biz ko'zlangan maqsadga erishamiz. Mana shu nuqtai nazardan sizning savolingizga javob, prokuror har doim o'zini ustida mehnat qilishi kerak. Har doim izlanishi kerak. Siz o'ylab ko'ring. Mana jurnalistika sohasi ham shunaqa keng soha deb tushunaman. Prokurorning faoliyati ham juda keng soha. Ya'ni prokurorda bu meni faoliyatim emas, bu menga tegishli emas degan narsani o'zi yo'q. Chunki qonunchilik bo'yicha, konstitutsiya bo'yicha bu qurilish sohasi bo'ladi. Ekologiya sohasi bo'ladi, voyaga yetmaganlar sohasi, jurnalistika sohasi, tadbirkorlik sohasi, ko'zingizni ochib, ko'zingizga ko'ringan barcha holatlar. O'zbekiston bo'ladi, O'zbekiston tashqarisida bo'ladi, bu prokurorga tegishli. Chunki har qanday jabhada bu yerda qonunchilik bor. Biron bir qonunchilik, masalan, suv ta'minotidagi qonunchilik buzilsa, mana blogerlarimiz ham, jurnalistlarimiz ham bong uradi, prokuror qayerga qarayapti. Bu bejiz emas. Avvalambor prokuror qonunchilikni ta'minlaydigan organ. O'shaning uchun ham prokuror hamma sohada o'sha sohani mutaxassisidan ko'ra kuchliroq bo'lishi kerak. O'zingiz o'ylab ko'ring, mana kiber jinoyatchilik mana rivojlanib ketdi. Kiber jinoyatchilik bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lmasa prokuror, bu jinoyatni qanday ochadi? Jabrlangan fuqaroni manfaatlarini qanday ta'minlaydi? O'shaning uchun bugungi kunda axborot texnologiyalarini ham mukammal bilish kerak. Bu bo'yicha o'zini bilimini oshirish kerak. Agar o'zini bilimini oshirmasa, ertaga xalqning ishonchini yo'qotadi. Davlatga bo'lgan ishonch yo'qoladi. Prezident olib borayotgan siyosatga qarshi chiqqan bo'ladi. O'shaning uchun buni bizning bosh prokurorimiz aytadiki, qonunchilikni bilmadimi? O'zgarishlarni bilmadimi? Bu tizimga xiyonat, davlatga xiyonat degan holat sifatida baholaydi. Bugungi kunda har bir davlat xizmatchisiga, umuman har bir tizimga yana bir jihat, yana bir yo'nalish bu kitobxonlik. Ya'ni to'g'ri, o'zining kasbini rivojlantirish uchun kasbiy nuqtai nazardan kitoblar o'qishi mumkindir, lekin adabiy, an'anaviy kitoblarga ham e'tibor qilish kerakki, xuddi siz ma'naviyat bo'yicha ma'naviyat soatida ta'kidlaganingizdek, nutqiy tomondan ham, umuman notiqlik san'ati bilan ham, oddiygina insonlar bilan muloqot qilish, tilini topish, misol uchun shunday bir inson bo'lishi mumkin, jig'biyron holatda o'zining shikoyati bilan kelgan bo'lishi mumkin-da, agar uning ko'ngliga yo'l topa olmasangiz, nojo'ya bir harakatlarga ham olib kelishi mumkin-da. Shunday sharoitlarda shunday bizga as qotadiki, aynan o'qigan kitoblarimiz. Buning uchun davlatimiz tomonidan yuqorida ta'kidlaganimizdek bir nechta qarorlar chiqayapti. Davlatimiz rahbari aynan shaxsan o'zlari nazorat qilyaptilar. Aynan kitob o'qigan oilalarga, farzandlarga sovg'alar berilyapti. Bu juda ham muhim, e'tiborga molik yo'nalish. Aynan shu prokuratura sohasida yo'nalishida kitobxonlik qay darajada muhim? Juda ham keng savol, kerakli savol ayni damda. Chunki hozirgi internet sohasining rivojlanishi, ijtimoiy tarmoqlarni rivojlantirish orqali to'g'ri bir qaysidir natijalarga erishyapmiz, lekin shunga yarasha kamchiliklar ham bor. Ya'ni bu kamchiliklar, e'tibor bersangiz, ijtimoiy tarmoqlarda
qisqa videoroliklar qo'yadi yoki bo'lmasam qisqa matnli so'zlarni ishlatib beryapti. Bu nimadan dalolat beradi? Ya'ni hozirgi davr farzandlari deymizmi, avlodlari deymizmi, bizlar ham shu jumladan sabrimizmi, toqatimizmi kamayib boryapti kundan kunga. Matn qanchalik katta bo'lsa, o'tkazib yuborib, keyingi matnga o'tib ketyapmiz. Bu juda katta nima desam bo'ladi, bu yo'qotish. Chunki sabrsizlik eng yomon illat hisoblanadi. Kitob o'qish uchun bu kichkina satr bilan kitobni tushunib bo'lmaydi. Kitob o'qish uchun fazilat kerak. Ichiga kirish kerak. Kitob o'qish uchun iroda kerak. Kitob o'qish uchun qiziqish kerak, dunyoqarash kerak. Dunyoqarash qachon bo'ladi? Kitob o'qigan bo'lsa. O'shaning uchun biza ham majburiy, ham ixtiyoriy tizim shakllantirganmiz. Ya'ni prokuraturada ishlab, prokuraturada obro' orttirib, martaba orttirib, xalqqa xizmat qilmoqchi bo'lgan insonlarga, ya'ni xodimlarga hozirgi kunda o'zi boshida 50 ta kitoblar jamlanmasini ro'yxatini shakllantirdik. Bugungi kunga kelib turli sohalarda siz aytgandek, o'sha liderlik sohasi bo'ladimi, insonlar bilan muloqot, psixologiya sohasimi, umuman siyosiy, iqtisodiy har qanday soha bo'yicha 153 ta badiiy kitoblar ham bor ichida, aksariyati badiiy. 153 ta kitobni ro'yxatini shakllantirganmiz va buni majburiy qilib qo'yganmiz. Ya'ni boya yuqorida aytib o'tgandek, malaka kengashiga kelganda xodim attestatsiyaga o'sha jarayonda bu bevosita savol beriladi. Bu majburiy deb qaraymizda buni. Ixtiyoriy tomondan qarashimiz mumkin. Har qanday faoliyatda kitob bizga zarur. Chunki ishga kirgan odam bitta holatga turli xil nazar bilan qaraydi. Mana buni quyidagicha ta'riflash mumkin. Masalan, Umarqul Usmonov degan generalimiz bo'lganda, buni muzeyda ham bu kishiga burchak qilganmiz. O'sha Umarqul Usmonovni men kitobini o'qiganman. Shunaqa badiiy kitob, u o'zini faoliyati haqida. Mana 7 ta generalni shakllantirgan insondan maslahat. Bir kuni pensiyada o'tirganlarda nafaqa gashtini surib, nevaralar bilan o'tirganida shogirdlari uni ko'rishga keladilar. Shu bir kun kelishlaridan oldin havo yomonlashib, chang, to'zon, shamol, yomg'ir bo'lib daraxt sinadi, mevali daraxtni. Shogirdlari keladida o'sha daraxtni chopib tashlaymiz, bizga bolta bering deydi. Umarqul Usmonov mo'ysafid odam, faxriy general, jahli chiqadi, hammasi sezadi, ozdak kiyimiz deydi, ichkariga kiradi, iplar bilan bog'lab, joyiga tiklab, keyin ichkariga kiradilar. Hamma jim o'tirganida kutib o'tiribdi, endi hamma kutadi. Keyin shunda aytadi: "Bolalarim, sizlar prokurorsizlar. Sizlarni oldlaringizga mana shu daraxtga o'xshab har xil vaziyatda sinishi mumkin odam. Singan taqdirlar keladi. Uni olib bolta bilan chopib tashlash kerak emas. Birdaniga qaror qabul qilmanglar. Uni ichini o'rganinglar. Nima uchun unaqa bo'ldi? O'zini aybi bilan bo'ldimi yoki tashqi ta'sir ostida bo'ldimi? Shuning uchun kelajakda sizlar prokuror faoliyatingizda birdan keskin qaror qabul qilmanglar, ikkinchi imkoniyatni beringlar" degan maslahatni beradi. Bu badiiy kitob. Oddiy bir badiiy kitob, oddiy bir hikoyadek tuyuladi, lekin siz 90% ishingizni mana shu bitta hikmat bilan katta ishlarni amalga oshirasiz. Xuddi shunday boshqa badiiy kitoblarda ham, tergov sohasida ham, psixologiya sohasida ham boya yuqorida to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Odamlar najot istab keladi, lekin odamlarning ichida ham, murojaatchilarning ichida ham to'g'ri tushunadigani bor, jahldori bor, u tizimdan norozi bo'lib kelgani bor yoki bo'lmasam siyosatdan norozi bo'lib kelgani bor. Jahl chiqib kelishi tabiiy. Shifoxonaga og'ir bemor borganidek, xuddi shunga bizga jahl bilan keladi, uni to'g'ri tushunish kerak. O'shanda aql bilan, to'g'ri siyosat bilan, psixologiyani bilish orqali, unga to'g'ri murojaat qilish orqali gapirsangiz, boya yuqorida aytganimdek, qonun tilida emas, insoniy tilda, adolat tilida to'g'ri mulohaza qilib. Chunki qonundan ko'ra prokurorning yuzi, prokurorning muloqoti unga taassurot qoldiradi. Va shifokorning muloqoti orqali yaxshi bo'lsa inson, bu jarayonda qonun buzilishiga uchragan shaxsni, jabrlangan shaxsni prokurorning muloqotida yechim topadi aynan paytlarda. Hech nima kerak emas.
faqat jahli chiqib keldi. Shuni to'g'ri gaplashib, to'g'ri siyosat tushuntirsangiz, u o'zi tizimdan ham rozi bo'ladi, davlatdan ham rozi bo'ladi. Keling endi jarayonlarni jonli tarzda tomoshabinlarimizga ham ko'rsatib o'tsak, birgalikda mana shu tizimdagi olib borilayotgan ishlar, yangilanishlarni birgalikda ko'rsak. Marhamat, bajonidil. Ayni vaqtda ijodiy jamoamiz bilan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga keldik. Bugun biz aynan mana shu idorada qanday ishlar amalga oshiriladi, tarixi, buguni va kelajagi haqida birgalikda ma'lumotlarni yig'amiz va sizning e'tiboringizga havola qilamiz. Qani, biz bilan birga bo'ling. Bugun juda ham bir ulug' kun prokuratura uchun, sababi prezidentimizning qarori bilan har juma kuni prokuratura xodimlari uchun ma'naviyat soati va ma'rifat kuni deb e'lon qilingan. Aynan hozir debochasini, demak, ma'rifat soatiga qaratamiz. Bugungi mehmonimiz O'zbekistonda o'zining salohiyati, iftixori va iste'dodi bilan hammani lol qoldirib kelayotgan Erkin Bozorovni taklif qilganmiz. Uni bilasiz, ham kino, teatr va dublyaj aktyori va shuningdek shoir hisoblanadi. Uning mavzusi she'riy va aktyorlik san'ati bo'yicha sahna chiqishlari deb nomlaganmiz. Ya'ni prokuraturaga, ma'rifat soatiga faqatgina olim, jamoat va davlat arboblari emas, balki adabiyot bilan hamohang holda, yaqinlik bilan chaqiramiz va xodimlarga ma'naviy ozuqani ham shu yo'l bilan ta'minlab beramiz. Demakki, prokurorlarimizga ham, umuman huquq targ'ibot xodimlariga ham ma'naviyat begona emas. Ya'ni she'r, shoirlarga qiziqish, ularning ijodidan bahramand bo'lish niyati u insonlarda ham bor. Xuddi shunday. Siz hozir mana prokuratura xodimini xonasini ko'ryapsiz. Ko'pchilikning taassurotida prokuratura o'zi qanday faoliyat yuritadi, ularning ish xonasi qanday, qayerda qanday dastgohlardan foydalanadilar degan savollar umuman ko'p kitoblar tug'iladi. o'qib turishadimi, badiiy kitoblarga e'tiborini qaratadimi, vaqt ajratishadimi degan savollar ham bor. Xuddi shunday. Prokuratura bugungi kunda ochiq, xalq bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot yaratgan. Buni bevosita mana sizni kelib xonamiz bilan bevosita tanishayotganingiz, yaqindan tanishyapsiz. Bu ochiq dalil hisoblanadi va ikkinchi masalangizni berdingiz, kitob o'qiydimi. Bu kitobsiz biz hayotimizni tasavvur qila olmaymiz. Mana kerak bo'lsa shu darajaga yetdikki, har bitta o'sha o'tmishda o'tgan, o'zidan iz qoldirgan, sadoqat, adolatparvar prokurorlarimiz haqida kitoblar chop ettirganmiz. Bu ish stolimiz quroli hisoblanadi. Ya'ni bularni o'qigan inson o'tmishda qanday og'ir qiyinchiliklar va sadoqat bilan xizmat qilsa, o'zidan chiroyli iz qoldirishini yaqin namunasi hisoblanadi va shuningdek, agar xonaga e'tibor beradigan bo'lsangiz, 50% dan ko'prog'ini kitoblar tashkil qiladi. Bu har bitta xodimni o'zini kutubxonasi bo'lishi kerak. Ya'ni kutubxonasi bor degan ma'noni bildiradi. Bosh prokurorimizning tashabbuslari bilan 153 ta kitob ro'yxat qilingan, ya'ni prokuror xodimi o'qishi majburiy bo'lgan kitoblar. Bu bizada har 5 yilda attestatsiya o'tiladi va malaka kengashida, ya'ni xodim o'sha jarayonda o'zini huquqiy bilimlarini baholash bilan birga mana shu adabiyotlarni o'qiganligi bo'yicha ham savollar o'rin olgan. Bevosita shu adabiyotlarni o'qimagan bo'lsa, eng yuqori ballardan bahramand bo'lmaydi. Ya'ni bu eng katta yutqizgani hisoblanadi. Siz o'z fursatda yetib keldingiz. Har kunlik an'anamiz bor. Ya'ni xodim ishga kelishi bilan soat 9:00 da ish boshlanadigan bo'lsa, mehnat intizomi bo'yicha birinchi navbatda madhiyadan boshlanadi. Ya'ni butun tizimimiz 15 mingdan ziyod xodimlarimiz madhiya tinglashdan va jo'r bo'lib aytishdan boshlanadi. O'shaning uchun hozir aynan bu insonga g'urur va iftixor bag'ishlaydi. Xuddi shunday.
Demak, Oybek aka har kuni aynan shu idorada bizning iftixorimiz, faxrimiz bo'lgan madhiyamiz tinglash bilan boshlanadi. Xuddi shunday, chunki g'ururni, fikrni jamlaydigan bu qo'shiq va madhiya. Bu odamda ishiga bo'lgan munosabatni uyg'otadi, vatanparvarlikni uyg'otadi va diqqat e'tiborini o'sha ishga, davlat xizmatiga qaratadi. Bundan tashqari yana bitta yo'nalishimiz bor. Hozir mana tinglaysiz. Biza ishimizni kompyuterda boshlanadi. Agar biza madhiyani eshitmasak, hozir bundan keyin qasamyod qo'yiladi. Qasamyodni eshitmasak, biza ish faoliyatini boshlab bilmaymiz. Shunaqa programma o'rnatilgan. Ish faoliyati ochilmaydi, kompyuter ham ochilmaydi. Shuning uchun mana aytgan joyimizda dalil. O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi organlariga xizmatga kirar ekanman. O'z vazifalarimni halol va vijdonan bajarishga, qonun buzilishiga qarshi murosasiz kurashishga, fuqaro, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilishga, vatanimga va xalqimga sadoqat bilan xizmat qilishga, qonunlarga qat'iy rioya etishga, adolat, insonparvarlik hamda xolislik tamoyillariga sodiq bo'lishga tantanali qasamyod qilaman. Bu har bitta xodimni o'zini fuqarolik burchidan tashqari davlat xizmatchisi yelkasida qanday mas'uliyat borligini his qildirib turar ekanda. Prokuror sifatida qanday mas'uliyat borligini eslatadi, har kuni eslatadi. Ya'ni insonni o'zi shunaqa har kunlik maqsadini tushuntirib turish kerak va shunga sodiqligini bildirish kerak. Endi yana bitta juda ham to'g'ri o'ylangan ekan. Xurshid opa, yana bitta yangilik bu prokuratura xodimlarini intellektual salohiyatini oshirish bo'yicha bizada agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, tomchidan, lekin juda ham bir kun davomida intellektual salohiyatni, ma'naviyatni yuksaltirishga qaratilgan choralar ko'rilgan. Bosh prokurorimiz tashabbusi bilan mana bu SEDO axborot tizimi, bunda barcha hujjatlar bilan ishlaymiz va bizda qog'ozdan ko'ra bu elektron bazada ishlar to'liq jamlangan. Faqat shuni to'g'ri yo'lga qo'yishga safarbar qilinamiz kun davomida. Aynan bu programmani ochishdan oldin bizada O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlar, eng so'nggi yangiliklar, jahon miqyosida, xalqaro miqyosda, masalan, kuni kecha davlat rahbarimiz Amerika Qo'shma Shtatlariga borib, o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi nutqidan tutib, bugungi kundagi oddiy mahallada sodir bo'layotgan o'zgarishlarga va kerak bo'lsa kriminalga zona bo'ladimi, boshqa masalalar bo'ladimi, har bitta sohaga savol javob qilingan 5 ta savol tushadi. Mana shu 5 ta savolni barcha tizimimizda, bu xoh Xorazm, xoh Qoraqalpog'iston, Farg'ona, Namangan, Surxondaryo, Qashqadaryo, eng chekka qishloqda o'tiradigan xodimimiz ham mana shu test savollarga javob berish kerak. Zero bu test savollarning javoblari yig'ilib boriladi va natijasiga ko'ra haftalik, 20 kunlik, 1 oylik baholanadi. Ya'ni bu tuman miqyosida xodimlarning salohiyati, har bitta xodim miqyosida ham, viloyat miqyosida va respublika miqyosida statistikasi yuritiladi. Ya'ni xodim o'zini ustida ishlayapti, o'rganyaptimi yoki nomigagina kelib ketib yuribdimi, o'zini asosiy faoliyatidan tashqari qonunchilikni ham, islohotlarni ham baravar o'rganib borishi kerak. Mana shu jihatdan mana 5 ta savol tuzilgan, keyin o'sha ish jarayoniga o'tadi. Maxsus ma'naviyat soati uchun maxsus xona. Mana ma'naviyat va ma'rifat xonasi tashkil qilingan, yaqinda tashkil qilindi. Xuddi shu yerda majlislar zali. Bu yerda juda ko'p yangiliklarimiz mavjud. Marhamat. Shuningdek, juda ko'p ijodkorlarimiz ham tashrif buyurishgan. Xuddi shunday. Xurshid opa, mana zalga, ma'naviyat zaliga keldik. Hozir xodimlarimiz kutib o'tiribdi, lekin unda kirishdan oldin bitta chiroyli tadbircha qilganmiz, ya'ni face control qilganmiz. Bu degani xodimlarimiz, nechta xodimimiz keldi, nechta xodimimiz qatnashmadi, buni ham nazorat qilishda. Bu yerda ham mas'uliyat bor. Ko'rishingiz mumkin. Mana oldiga kelsangiz, mana sizni yuzingiz tanib olinadi. Mana Sultonov Oybek mani o'zi tanib oldi, identifikatsiya qildi, ro'yxatga qo'shib qo'ydi. Bugungi ma'rifat soatimizda meni qatnashayotganligim bildiradi. Marhamat, keling.
Akil bir harakatga emas. Aniq. Olis ellarga nur rishtalar yetmiz. Mening yurtimdan ham mushtlalar yetmiz. Toki xush sanatlar bo'lsin olamga. Bo'lsa boshqalardan bo'lsin. İcadlar haqlı to'g'ri bo'ladi. To'g'ri emas qaysi yerda aytganda Aniq. Shavkat Rahmon. Birgalikda ko'rib keldik. Rostdan ham juda ham katta o'zgarishlar ro'y bergan. Aynan shu yo'nalishdagi islohotlar o'z natijasini beryapti ekan, ko'rib to'g'risi ko'zlar qo'ndi. O'z-o'zidan savol tug'iladida Xujlada. O'zi bugungi kunda mana ko'rsatayotganimiz bu bir qismi. Hozirgi siz bilan jarayonlarda qatnashishimiz va so'zlab berayotgan holatlarimiz bu prokuratura faoliyatini bir 5-10% tashkil qiladi. Aslida bundan ko'p. Har bitta xodimni o'zini ko'rsatadigan, faoliyatini ko'rsatadigan jihatlari ko'p. Yana bitta tomonimiz borki, bu sizlarning kasb bilan bog'liq, ya'ni jamoatchilik oldida oshkoralik prinsipi bor. Oshkoralik prinsipini yana bir jihati bu prokuraturada qanday ishlar amalga oshirilayotganligini, kimlar ishlayotganligi, o'zi bu sohada darg'alari kimlar bo'lganligi bo'yicha tabiiy savol tug'iladi. Aynan biz bu borada ham ko'plab ishlarni amalga oshiryapmiz. Xususan o'tmishda o'sha sovet tuzumi, mustabid tuzumidan boshlab bugungi kungacha bo'lgan prokuraturaning ustunlari, darg'alari bo'yicha ro'yxatlar tuzganmiz. Ularni o'rganib, izlanishlar qilib, Kitoblar nashr qilingan ekan. hujjatli filmlar, kerak bo'lsa spektakllar ishladik, kerak bo'lsa kitoblar ishlayapmiz. Har bittasi bo'yicha monografiyalar yozilyapti. Bu bejiz emas, chunki boya aytganimizdek prokuratura xodimi ko'p tizimli tarmoq bilan ishlaydi. Hayoti davomida juda ko'plab voqealarga, juda ko'plab holatlarga duch keladi va men o'ylayman, har bitta prokuror o'sha ma'lum bir mo'ysafid yoshiga yetgandan keyin o'sha ishdan bo'shab, o'sha nevaralarni suyish paytida kitob yozishi kerak. Ya'ni o'zidan iz qoldirishi kerak. Mayli u tor doirada o'qilar, mayli u tor kitobxonlikka jalb qilinar, lekin kitob yozishi kerak. Chunki har bitta inson unikal. Uni hayotida sodir bo'lgan holat boshqa insonning hayotida sodir bo'lmasligi mumkin. Lekin uni o'zi bilan olib ketmaslik kerak. Uni tarixga, zaroratlariga qoldirish kerak. Shu jihatdan biza bugungi kunga tiklagan ma'lumotlarimizdan 100 dan ortiq hujjatli filmda ishlaganmiz. Shuni 35-40 ta hujjatli filmimiz bevosita qatag'on davrida o'zini hayotini shahid keltirgan, lekin shu yurt uchun, shu zamin uchun, mustaqillik uchun kurashgan, istiqlol uchun kurashgan jadid prokurorlarimiz tashkil qiladi. Ularni hayot faoliyatlari, ularni ko'rsatgan ibratlari, ya'ni ular birinchi navbatda oilasini yoki shirin jonini tanlamadilar. Ular birinchi navbatda istiqlolimizni, butun bir jamiyatni tanladi. Ana shu tomonlama g'amxo'rliklarni biz yosh avlodga mayli bu faqat prokuraturaga qiziqli deb o'ylarsiz, lekin yo'q, bularni faoliyatlari butun bir jamiyatimizga qiziqarli. Sababi bitta Mirzo Qo'qonboy Abduxalikov degan prokurorimiz Samarqandda yashab o'tgan, ma'lumotlarni ko'taryapmiz. U kishi Mahmudxo'ja Behbudiy bilan o'sha Oyna jurnaliga asoslangan tipografiyalarni tashkillashtirgan yoki bo'lmasa Cho'lpon bilan birga o'zini uyida ijod qilgan. O'zi ham asarlar yozgan. 7 ta tilni mukammal bilgan. 11 ta adabiyotni maktab adabiyotlaridan rus tilidan o'zbek tili, tojik tiliga tarjima qilgan. Ya'ni o'zini ishidan tashqari bu faoliyat bilan bevosita bog'liq bo'lib, uxlamasdan, o'zini boshqa bir holatlarga jalb qilmasdan aynan ilm yo'lida, ma'naviyat yo'lida, ma'rifat yo'lida jonini baxshida etgan. Buni shu paytga hech kim bilmagan.
hozirga kelib bu ilmiy izlanishlarni to'g'ri olib borayotganligimizni, davlat siyosati to'g'riligini va buni hujjatli film sifatida olib chiqyapmiz keng ommaga. Xodimlarimiz fikri o'zgaryapti. Oldingi holatlarni ko'rib, bugungi kunga shukronalik bilan, bugungi kunga sadoqat bilan ishlashni o'zida shakllantiryapti. Ya'ni oshkoralikni ham tarix nuqtai nazaridan, ham hozirgi kun nuqtai nazaridan, ham istiqlolimizga shukronalik keltirish nuqtai nazaridan ham bu hujjatli filmlar ishlanyapti. Oybek aka, bugungi suhbatimiz juda ham mazmunli bo'ldi. Ko'rib rostdan ham ko'zlar quvnadi. Hamkorligimiz bardavom bo'lsin. Kelgusi ishlaringizga muvaffaqiyat. Rahmat sizga. Xush kelibsizlar. Har bir inson har kuni qiladigan ishini xuddi birinchi marta qilayotgandek bajarishi kerak. Shundagina shu ishda rivojlanish bo'ladi deydi davlatimiz rahbari. Haqiqatdan ham har birimiz o'z ishimizga sadoqat bilan, mas'uliyat va mehr bilan yondashsak, o'sha ishda albatta rivojlanish bo'ladi. Bizga hamrohlik qilganingiz uchun siz azizlarga tashakkur aytamiz. Yana tafakkur yo'llarida ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz.